Dinlala Ündidar salondaki barlıq omaq dostlar, kəşliqinlar xeyirlik bolsun. Bugün mən eytib harmaydigan, sizlar anlap qalmaydigan, yanıl şu Uyghur xalq söyleyeceklerimizni anlaylı ha? Çöçek, baxtını tapqan balalar. Burunning-burunizda bir kanatda 3 kichik bola bo'lib, ularning uchelisi padichi ekan. Ular bir-biri bilan to'limi inoq ekan. Ular doim kanatdagi qo'y podlarini ang yiroqdagi bir o'rmonlikqa apirib baqid ekan. O'rmonlikning ichida bir ko'ni buloq bo'lib, uning ko'zi etilib qolg'ashqa suv chiqmaydigan bo'lib qolgan ekan. Buloqning ko'zini o'chib va turli latqalar to'sib olgan ekan. Bir kuni padichi balalardan biri: "Biz buloqning ko'zini ichib, uning suyini ravolashtirib qo'ysak qandoq?" debdi. "Bo'ladi", debdi hamrohlari. Ikkinchi kuni ular bu yerga jam bo'lib, katman go'rjaklarini tayyorlab, oldi bilan cho'nqur bir eriq chepibdi. Ondan buloqning ko'ziga tiqilib qolgan axlat chovar va latqalarni elib tashlabdi. Shuning bilan süpsüzük suv eqib chiqib, eriq orqali tegiqum bir ko'lchakka qo'yilibdi. Bu ish bola suvning eqib chiqqanligini ko'rib, intayin xushal bo'lishibdi. Bir kun o'tgandan keyin ular kichik ko'lchakning yeniga cho'nqur bir ko'lchak qo'lab, uning bir tarafidan cho'ng bir eg'iz ichib qo'yibdi. Ular ko'lchakning yenida o'ltirib, buloqdan süpsüzük suvning asta eqib chiqib, kichik ko'lchakka, andin cho'ng ko'lchakka qo'yilib, oxirida cho'ng eg'izdan chiqayotganligiga qarab zuhlanibdi. Dal shu vaqtda o'rmonlikdan ajoyib go'zal bir qiz chiqib keldi. Uning qunduzda qap-qara sumbul chichi topiniga tushib turg'udek. Qizning beshida oq gulchambarak bor ekan. U kelib: "Sizlarning bulqonlardan suv ichsam bo'lamdi?" deb so'rabdi. Balalar: "İçing. Biz kishilar suv ichsin-da, buloqning suyini ravolashtirib qo'ydik", debdi. Qiz egilib turib, oppoq, nozik qo'llari bilan 3 yutum suv ichibdi. Ondan: "Men ichinglarning salomatligi uchun 3 yutum suv ichdim", debdi kulimsiragan holda. U birdam turib so'zni davom qildi. "Yaxshi ish qilganinglar uchun sizlarga minnatdorlik bildiraman. Men o'rmonlik va o'rmonliklarda yashaydigan barliq hayvonlarga, o'rmonlikda uchib yurgan barliq uchar qushlarga, shundaqla o'rmonlikda o'sadigan barliq gullar va o'simliklarga vakolatan sizlarga tashakkur bildiraman. Sizlarga baxt tilayman. Xayr xo'sh." Balalar bir-biriga qarashib, xushalliqida hayajonlanibdi. "Siz bizga baxt tiladingiz, baxtning nima ekanligini bizga aytib bersangiz", debdi balalardan biri heliqi notanish qizga qarab. "Buni o'zinglar tushunmaysizlar. Yana 10 yildan keyin bizdan mushu joyda uchrashib qolarmiz. Shu chaqcha baxtning nima ekanligini bilolmasanglar, shu vaqt aytib beraman bo'lamdi", debdi. Qiz so'zini tugatib, qanday tuyuqsiz paydo bo'lgan bo'lsa, shunday tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Balalar hayron bo'lib bir-biriga qarashib qoldi va ulardan biri: "Biz bo'linib dunyoni aylanib, baxtning nima ekanligini bilib olaylik. Men sharqqa boray", debdi. "Men g'arbga boray", debdi yana biri. "Men mushkent qolay, mush yerda turibmi, baxtning nima ekanligini bilib olsam ajab emas", debdi uchinchisi. Ular kelishgani bo'yicha ish ko'ribdi. 10 yil o'tgandan keyin ular yana yilqi buloqning yenida uchrashibdi. Balalar sog'lom va kuchli yigitlardan bo'lib qolgan ekan. Ular yuz ko'rishib, to'limi xushal bo'lishibdi. Buloqning süpsüzük suvi burunqadakli jimjit eqiyotgan ekan. Buloq yenidagi daraxtlar o'sib, baraqsan bo'lib, soya tashlab turg'udek. Buloqning to'rt atrofida bo'lsa, kishilarning kelib ketish bilan hosil bo'lgan chig'ir yo'llar turg'udek. Buningdan kishilarning shu yerga suv ishkili yoki suv olg'ili kelganligi ko'rinib turg'udek.
Bu üç yigit bu yerdagi o'zgarishlarga nihoyatda xushallik bilan zuhlanib qarshib ketibdi. Ular hayajonlanib, bizning qilganimiz garchi kichik ish bo'lsa-mu, lekin uning kishilarga yetkazgan foydasi oz bo'lmabdi-mu, deyishibdi va buloqning yonida heliqi go'zal qizning kelishini kutgach so'zlashib o'tiribdi. Sizlar mening 10 yildan beri nima ish qilganligimni bilginglar keladigandu, deb so'z boshlabdi birinchi yigit. Men sizlardan ayrilgandan keyin bir shaharga berib, bir hakimdan tiyiblikni o'rganib, tiyib bo'lib yetishib chiqdim, debdi. Sen baxtning nima ekanligini bildingmi? deb so'rabdi ikkinchisi uningdan. Bildim. Bu nihoyat oddiy gapkan. Men kasallarni davoladim. Ularning salomatligi asliga keldi. Bu nima degan baxt? Men bu boshqalarga yordam bera olganligim uchun o'zimni baxtli his qildim, debdi u. Men, debdi ikkinchi yigit astag'ina. Nurg'un yerlarga bordim, ko'plagan ishlarni qildim, hatto gulchimi bo'ldim. Men shundoq tirishchilik bilan ishlaganligim uchun o'zimni boshqalarga foydasi tegadigan odamman deb his qildim. Mening amgikim bekorga ketmadi. Shuning uchun men o'zimni baxtli sanayman. Undoq bo'lsa sen-chu, deb ikkalan yezida qolgan yiliqi 3-hamrohidan so'rabdi. Men dehqonchilik qilib bug'doy teridim. Bug'doy nurg'un kishilarni to'yg'izdi. Amgikimning bekorga ketmaydiganligiga sizlarning ko'zinglar yetadi. Shuning uchun men o'zimni baxtli deb hisoblayman, debdi u. Bu ikkalan un chiqarmay o'tiribdi. Dal shu chaqda qayerdandir ushtum tutli yiliqi qiz paydo bo'ldi. Uning qiyofatida hech qanday o'zgarish yo'q ekan. Burunqidaklar qunduzdek qap-qora so'mbul chechi beshida gul chambarga turgan. Bu qizning kamtarligi, oq niyatligi, go'zalligi nihoyatda aniq bilinib turgandek. Men nihoyatda xushal. Sizlar mening so'zimga amal qilib, yana mening bilan ko'rishdinglar, debdi qiz. Men sizlarning hamma so'zinglarni angladim. Sizlar uchunlar baxtning amgakka, xalq uchun foydali ishlarni qilishga bog'liq ekanligini tushunibsizlar. Siz kim bo'lasiz? deb tanga so'rabdi uchaylan. U, men farosatli qiz, deb javob beribla ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'maqlarim, bu uchaylan baxtning amgakka, xalq uchun foydali ishlarni qilishga bog'liq ekanligini tushunibdi, ha? Undaqda sizlarcha baxt degan nima? Bu savolni sizlarga qoldiray-ya? Sizlar obdan o'ylab beqinglar. Baxt degan zoti nimadi? Meningcha, mening o'maqlarim cho'qim qanoatlantirgidek javobga erisha oladi. Kech bo'lib ketibdi do'stlar. Amiz bugun baldur uxlanglar, ha? Atım shu vaqtda Dillanlar Undidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga ma'no bo'lsin.